Assalomu alaykum. Umra safariga bormoqchi bo'layotganlar, aldanib qolmaslik uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak? O'zi firmani qanday tanlashimiz kerak deyotganlar, Xudo xolasa videomizni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, to'liq ma'lumotlarga ega bo'lasizlar. Narxlar masalasida ajoyib chegirmalarni ham e'lon qilamiz inshaalloh. Videomizni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring. Xudo xolasa aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays firmasi. İstasalaring Farg'onadagi ofisimizga tashrif buyuringlar, istasalaring Toshkentdagi ofisimizga tashrif buyurib, xodimlardan to'liq ma'lumotga ega bo'lib, hisobchilarga naqd ko'rinishda kassaga to'lovlarni amalga oshirib, kvitansiyalarni olsalaring bo'ladi. Xohlasalaring, agarda bizga ofislar manzuri kelmaydi desalaring, Centrum Holidays rasmiy bank hisob raqamiga bank orqali o'zlaringga yaqin qaysi bank yaqin bo'lsa kirib hisob raqamini berasizlar. Ana shu hisob raqamga ozgina zakolatlarni o'tkazib bersalaring ham bo'ladi. Inshaalloh eng asosiysi bizda barchasi qonuniy rasmiylashtiriladi. Va O'zbekistonning 12 ta viloyatidan umra safariga bormoqchi bo'layotganlarni mana shu qonuniy rasmiylashtirib Centrum Holidays bilan umra qilishlikka tavsiya qilib qolamiz. Xudo xolasa bundan tashqari qo'shni davlat Tojikistondan umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga ham chiroyli narxlar, chiroyli sharoitlarimizni tayyorlab qo'yganmiz inshaalloh. Xudo xolasa aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, inshaalloh Xudo xolasa sharoitlarimiz Madina Munavvarada 100-200 metr, Makka Mukarramada esa 700-800 metr oralig'idagi Diyor al-Uraba nomli gastitsamiz 10-12 daqiqalik piyoda haram hududiga qatnashish imkoniyati mavjud bo'lgan gastitsa. Yangi, yaxshi holatdagi gastitsa. Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina ziyoratlari, Makka ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati firma hisobidan amalga oshiriladi. Ravza-i Sharifga tashrif masalasida ham o'ylanmasalaring bo'ladi. Alohida ishchi guruh Ravza-i Sharifga tashrifni tasrihlari ustida o'z faoliyatini olib borishadi. 50 boshlarimiz har bir reysda birga borib, birga kelishadi. Ota-onalaringni xavfsiz va mukammal umra qilishliklariga yelkadosh bo'lishadi. Aeroportda Xudo xolasa aziz yurtdoshlar, Centrum Holidays kamzillari beriladi. Xuddi shunaqangi buni har xil razmeri bo'ladi. Undan tashqari Centrum Holidays sumkalari beriladi. Shunaqangi va maxsus uchish yostiqchalari vodiydan uchadigan reyslarimizga bonus sifatida taqdim etiladi. Xudo xolasa aziz yurtdoshlar, qaysi sanalarga reyslarimiz bor deganlarga, xo'p, chegirmali reysimiz 8-iyul Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reysimizga vizalaring bo'lsa $850, vizalaring yo'q bo'lsa $950 narxdagi chegirmani e'lon qilamiz. Xudo xolasa bu oxirgi qolgan 7 ta joy uchun amal qiladi. Va endi inshaalloh 15, 22, 29 Farg'ona Jidda yo'nalishidagi primoy reyslarimiz, undan tashqari 14, 21, 28 Toshkent Jidda yo'nalishidagi reyslarimiz amalga oshiriladi. Aynan shu reyslarimizni barchasining narxini $1050 dan qilib beramiz. Ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. 5 kishi, 10 kishi ko'pchilik bo'lib umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga juda ham chiroyli chegirmalarimizni qilib beramiz. Xudo xolasa Tojikistondan umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga ham biz aziz yurtdoshlar bir kunlik gastitsa to'lovlarini to'lab beramiz. Bir kun dam olib, ertasiga uchib ketishadi. Ajoyib sharoitlarda albatta biz sizlarga tayyorlab qo'yganmiz. O'ylanmay aloqaga chiqib, to'liq ma'lumotga ega bo'lsalaring bo'ladi. 50 ta 60 ta odam yig'ib qo'yganmiz. Hamkor bo'lib ishlamoqchimiz deganlar ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Uni ham to'liq ma'lumotni yetkazib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.